Ramazon oyida juda ham ko'p savollar bo'lib qolyapti-da hozir. Masalan, hijama qilsa bo'ladimi? O't toshi joyidan siljib ketishi mumkin yoki anemichlik bo'lganlar, ya'ni kamqon bo'lganlar quvvati yetmay qolishi mumkin. Har xil o'sha salomatlikka taalluqli bo'ladigan va ro'za tutishga aloqador bo'lgan savollar juda ham ko'p. Endi hozir sizlarga qisqacha qilib Ramazon oyida siz ro'za tutsangiz qanday qilib organizmni tozalash yoki qaysi kasalliklarda mumkin ekanligi haqida qisqacha aytib o'taman. Demak, boshlaymiz. Birinchisi, qonning quyuqligi sabab bo'ladigan davleniyaning ko'tarilishidan juda ham yaxshi foyda ko'rasiz. Ikkinchisi, insult bo'lganlar yoki infarkt bo'lganlarda, qandli diabetda ham hatto foyda ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, jigarni yog' bosganda, o'tda tosh paydo bo'lganda, bo'g'in og'riqlari, bo'g'inlarda bo'ladigan osteoxondroz, artroz kabi kasalliklarda yoki artritlarda ham juda katta foydasi bor, shunchaki ro'za tutishning o'zida. Endi bundan tashqari yana o'sha ichaklarda bo'ladigan har xil shilaklarni ko'tarilishida, oyoq sovqotib qolishligi, oyoqlarning uyushib qolishligi, tomir tortib qolishligi, ko'zning xiraligi, mana bu kasalliklarda bemalol ro'za tutishingiz mumkin. Va Ramazon oyida yana eslatib o'tamiz, 2 marta hijama qildirishning o'zi ham sunnat hisoblanadi va Ramazon oyida kunduz kuni ro'za tutishlik barobarida hijama qildirishlik ham mumkin. Keyingi videoni ham ko'ring.